Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Metagaz Sonovka jarayoniga keldik. Mana Stak 191 ustaxonaga yetib keldik. Hayır, Bu ustaxonada Gentra, Cobalt, mikrofon. sizlarga bugun Meta Sonovkani jarayonini ko'rsatamiz. Mana bu Cobalt avtomashinasiga 4 paketlangan propan sonovka qilib berilyapti ekan. Mana ustakalarimiz ish jarayonida. Manga qayerdan kelgan? Qashqadaryo. Qashqadaryodan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Aka qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan. Metan sonovka qilyapsizmi propan? Metandan propanga o'tkazyapmiz. Ustakalar qanday sharoit yaratib beryapti sizga? Qanchaga qo'ydingiz? Sharoit zo'r. 3 millionga nasib bo'lsa qo'yapmiz mana. Metandan propanga o'tkazyapti. Metandan propanga o'tkazyapmiz. Yaxshi. Mana YouTube kanalini ko'rib, bu yerga keldik. Zapchaslari sifatli, a'lo darajada. Rahmat buva. Rahmat. Alo. Yaxshimisiz? Sog'lik. Ha, yaxshi, rahmat. Okey. Strekker. Nasib bo'lsa mana bo'lib qolyapti. Bir yarim soatdan ko'proq ishimiz bor. Ha, mana shu Bu avtomashinaga metandan propanga o'tkazib beryapti. Sifatli qilib kelishgan narxlarda. Hojiboniga. Qashqadaryodan Hojiboni. Qashqadaryodan Hojibova. Men Yusuf bilan. Yo'q, ular chaynaldi ota-bola borib kelmadi. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hashtag nomerlarga murojaat qilaverasizlar.